Kriz tizginlash va Uyg'urlar. Kriz muqimsiz yoki halqiliq payt ham shundaqla hal qilg'uch o'zgarish va hech o'ylamagan yomon oqibat yuz berish mumkinchiligi bo'lgan jiddiy bir vaziyat bo'lib, uningdan g'olib kelish uchun so'g'uqqan va tamkin bo'lish zarurdir. Kriz odatda hissiy va fiziklik shaklda yuz beradigan bo'lib, u ba'zida faqat ma'lum bir shaxs bilan cheklansa, ba'zida ma'lum guruh yoki to'plam ichida yuz berishi mumkin. Ba'zida bir millat yoki bir davlatga chetishlik bo'lsa, yana ba'zida butun dunyoga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kriz ko'pincha ahvolda insonlar kutilmagan tasoddifiy voqealarga tayyorliksiz duch kelganda, nima qilarini bilmay cho'chish holatiga kirishdan boshlanadigan bo'lib, u dastlabida mayli hissiy yoki fiziklik shaklda yuz bersin, oxirida o'xshashla insonlarning his tuyg'usi va ruhiy holatiga og'ir ta'sir yetkazib, insonlar orasida andish qilish, gangirash, ochiqlanish, tashvishlanish, qo'rqish, gunohkorlik his qilish, umidsizlik va chorisizlik paydo qildi. Natijada insonlar hissiyotiga tayanib xato qaror olishi va xato harakat olib berishi mumkin. Shunga bundaq vaqtda so'g'uqqan va tamkin bo'lish bakli zarur. 2001-yili yuz bergan 11-sentabr voqeasi Amerika tarixidagi 2-dunyo urushi mezgilida Yaponiyaning Pearl Harbor portiga hujum qilishidan keyingi eng cho'ng voqea bo'lib, Amerikaliklar bu voqeadan qattiq cho'chib, nima qilarini bilmay qolgan edi. Ayni vaqtda, garchi bir qism davlatlar bu voqeani Amerikaning O'rta Sharq davlatlariga qaratgan siyosatini tanqidlaydigan yaxshi fursat deb bilib, Amerikani bu voqeadan saboq olib, o'zining O'rta Sharq siyosatini o'zgartirishga chaqirgan bo'lsa-mu, ammo mutlaq ko'p sondagi davlatlar bu voqeada ziyonkashlikka uchrag'uvchilarga yestashlik qilib, voqeani keltirib chiqarganlarni qattiq ayblagan. Voqeadan keyin Amerikaliklar, bo'libmi Nyu-Yorkliklarning vatanparvarligi misli ko'rilmagan darajada eshib, u krizdan g'olib kelish uchun o'rtaq tirishchanlik ko'rsatgan. Taraqqiy qilgan ellarda har qanday bir organ va tashkilotlarning cho'qim jiddiy ahvollarga va krizlarga taqobil turadigan tarmoqlari bo'ladi. Shundaq bo'lg'achqa, jiddiy ahvollarga va krizga yo'liqqan tashkilot yoki shirkatlar ziyonni eng tuvanchakka tushirib, vayron bo'lishdan saqlanib qoladi. O'tgan 7-8 yil ichida Uyg'ur millati o'z tarixidagi eng zo'r baloyi ofatlarga va krizlarga duch keldi. Ig'ir badal to'ladi. Chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar yilidan yilga yuz bergan ko'ngilsizliklar va krizlarni beshidan ko'p kechirdi. Bu ishlar ko'chkin yashayotgan Uyg'urlarga jiddiy ahvollarga taqobil turadigan va kriz hal qiladigan nihoyatda kuchli bir sistemaning bo'lish kerakligini har qachon eskartib kelgan bo'lsa-mu, bu sohada Uyg'urlar yanada ojiz bir holda turmoqda. Tövendikiler 2024-yili shirkatlar va tashkilotlar ommaviy munosabatlardagi krizlarni hal qilishda tavsiya qilgan bir qism strategiyalar bo'lib, hamma organlarning o'z ahvoliga qarab foydalanishiga arziydi. Birinchi qadam: uchur to'plash va masalani oydinlashtirish. Bosko qonun mulozimat markazining ommaviy ishlar direktori Amy de la Fonte mundaq deydi: ommaviy munosabatlar krizi yuz berganda, oldi bilan siz barliq uchurlarni to'plab, paketni tekshirib, tahdidni mo'ljallashingiz va dastlabki sababini aniqlashingiz kerak. Amy de la Fonte tuvandikilarga munosabatlik barliq zarur ma'lumotlarni to'plab, masalani oydinlashtirishni tavsiya qiladi. Nima? Ya'ni masala yoki ahvol. Kim? Ya'ni mas'ul kishi yoki kishilar. Qachon? Ya'ni vaqt. Qayerda? Ya'ni o'rin. Nimishqa? Ya'ni ishning negizlik sababi. Ikkinchi qadam: samimiy bo'lish va mas'uliyatni ustiga olish. Cloud Peak qonun guruhining bosh ijroiya amaldori Mark Peris samimiylik ommaviy munosabatlar krizisini unumli hal qilishning ochqichi deydi. Uchinchi qadam: muvofiq kriz uchuri tayyorlash. Gimbach texnologiya shirkatining prezidenti Zak Leonard shunday deydi: siz masalani hal qiladigan, shirkatingizning qimmat qarashini aks ettiradigan va markangizning inovatini asli keltiradigan yaxshi kriz bayonotini yozishingiz kerak. So'zlaringizda dushmanlikdan saqlaning hamda ortiqcha o'zingizni oqlab yurmang. Agar kechirim so'rash bo'lsa, cho'qim samimiy bo'lish kerak.
xaridorlardan kechirim so'rash shirkatlar orasida ko'p uchraydigan odat. 4-qadam imkon qadar tez inkos qaytarish. Ekum Haloning bosh ijroiya amaldori Jonatan Ilister mundaq deydi: Ommaviy munosabatdagi har qanday jiddiy ahvolga amal bor tezdan javob berish kerak. U so'zini davomlashtirib mundaq deydi: Fitna fasodlarning tarqalib ahvolni sizdan burun-burunlab tushuntirishini saqlab turmang hamda bundaq urinishlarga yo'l qo'ymang. Rahbar bo'lish sifatingiz bilan barliq ijtimoiy aloqa usullarida inkosingizning ochiq-oshkora bo'lishiga kafolatlik qiling. 5-qadam vaziyatni o'ngshash. Amerikadagi dangliq shirkat Johnson va Johnsonning ommaviy munosabat krizisini hal qilishning bir misoli qarab baqayli. 1982-yili shirkat uchun ofat xarakterlik bir yil bo'ldi. Ba'zi xaridorlarning Tylenolni qalayimqon ishlatib olish vaqasida 7 odam o'ldi. Gerçi Johnson va Johnson shirkatining va bu mahsulotning bu vaqada savanligi bo'lmasa-mu, shirkat ziyonkashlikka uchraguvchilarning oila tavobatlariga iqtisodiy yordam va maslahat berdi. Bu krizisdan keyin Johnson va Johnson shirkati zo'r ommaviy munosabat tirishchanlik ko'rsatib, iste'molchilarning ishonchisini qaytadan qo'lga keltirdi. Shuning bilan Tylenol degan marka va davomliq saqlanib qoldi va texmo taraqqiy qildi. 6-qadam inkos va taklif fikrlarga ahamiyat berish. Har qanday ommaviy munosabat krizisida xalqning nazorat qilishi muhim. Xalqning krizisga inkos bildirishi va taklif fikr berishi masalaning hal bo'lishida muhim rol o'ynaydi va fitna fasodlarning ziyonkashligiga qarshi turishdanmi zo'r rol o'ynaydi. Siyosat va savdo sohasidagi ko'plagan boshlamchilar xalqning krizisga munosabatlik baho va andishalarga javob qaytarishning nihoyat muhim ekanligini ta'kidlaydi. 7-qadam saboq elish va krizisni texmo yuksalishning fursat qilish. Ommaviy munosabat krizisi yaxshi hal qilinsa, shirkat yoki tashkilot shuncha kuchayib va mukammallashmaydi. Kelgusida mushuning o'xshash masalalardan saqlanish uchun krizis boshqarish strategiyasini texmo yaxshilag'ili bo'ladi. Krizis yoki o'ng'ussizlik utuq yo'lidagi bir tashkilot yoki shirkatni texmo kuchli qiladigan bir fursat va yuqoriga o'rlaydigan palampay. Xatoligini bilib ilgirlaydigan bir taraqqiyot bo'lishi kerak. Krizis ko'plagan kishilarga nisbatan o'tmishda mang'an yo'li va xatoligini o'zgartib, yangi fursat ustida izdinishi va o'zlarining haqiqiy qimmatini yaratishga yordam beradigan o'zgacha bir fursat. Ammo krizisdan keyingi oqibatning qanday bo'lishi krizisga duch kelgan insonlarning krizisga qanday muomalada bo'lishiga bog'liq. Ya'ni insonlar krizisga duch kelganda cho'qim sovuqqon va tamkin bo'lishi, har xil ixtiloflarni to'xtatib, burunqidan bakrak ittifoqlashishi, duch kelgan krizis ustidan birlikda g'olib kelish kerak. Hissiyotiga tayanib, o'zaro ayblash va hujum qilishni to'xtatib, mavjud masalalarni yaxshi hal qilishga tirishchilik ko'rsatishi va masalani texmo murakkab qilib o'tishdan saqlanish kerak. Bo'lmasa, insonlar uzun muddat krizisdan g'olib kelolmasligi mumkin.